Hello my friend. Bugun men demoqchiman. Biz in qo'yishimiz mumkin, lekin in asr vaqtida in summer, in winter fasl kunlari va boshqalar bilan ishlatiladi. Endi at qo'yamiz. At bo'lmaydi because at we use times, o'clocks, measurements with at and on, over, no over. Bugun Pinocchio to his friend. Birinchisi javobni ko'ramiz. Don't learn. Don't learn bo'lmaydi, chunki nobody birlik, uchinchi shaxs. Don't esa they, we, you, learners and learners, chunki mana bino tashqarisida sizlar uchun kutyapti. Birinchisi was waiting. U ikki kishi bo'lgani uchun biz was qo'ymaymiz. Is waiting. And to'rtinchisi literature good for you. Eat more fresh fruit and vegetables. Toza meva va sabzavotlarni. Bu gap hozirgi zamonda bo'lgani uchun ham is qo'yamiz va is uchinchi shaxs birlik uchun ishlatiladi. Being bo'lmaydi, chunki being already for the national team 65 matches so far has been playing, played and is playing. Futbolda endi jamoaviy futbolda uchun uzoqdan 55 ta zamonaviy futbol endi 65 o'yindan ko'p futbol jamoalaridan allaqachon o'ynayapti. Endi siz bularga qilaysiz. Javobinglarni kommentariyada yozaman. Bu esa mening YouTube kanalim. Albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman do'stlarim. Men yaxshi uddira olmayapman, chunki men yuzimni ko'rsatmayapman. Keyingi safar albatta sizlarga yuzimni ko'rsatgan holatda va keyingi safarga qaysi mavzuni o'taylik, o'zingiz kommentariyada yozib qoldirasiz.